alaykum. Men Sattorova Ruxshona Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining 2-kurs talabasiman. Ushbu video raqamli tarix fanidan yakuniy nazorat uchun tayyorlandi. Biz Sarasiyo qishlog'idamiz. Boysunning qadimiy tog'lari va an'analari to'g'risida suhbatlashamiz. Xudoyberdiyeva Xadicha aya 1963-yil 20-martda Boysun tumanidagi Hunarmandlar mahallasida tug'ilgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun biz 62 yoshli Xadicha onaning uylaridamiz. Boysunning qadimiy tog'lari va an'analari to'g'risida o'z savollarimizga javob olamiz. Ushbu videorolik yozib olinishiga rozimisiz? Ha, albatta yoshlarga kerakli ma'lumotlar uchun o'z xotiralarimni aytib berishga tayyorman. Unda birin-ketin savollarimizni berishni boshlaymiz. Siz Boysun tog'larida tug'ilib o'sganmisiz? Ilgari bu yerda hayot tarzi aholida qanday kechgan? Ha, bizlar mana shu tog'lar bag'rida o'sganmiz. Odamlar juda ham sodda bo'lgan. Elektr toki bo'lmagan. Shu elektr tokini joyiga biz bir sandalga o'tirar edik. Sandalga o'tirib, hamma oyoq qo'lini isitar edi. Oldinlar mana nima yo'q edi, telefon yo'q edi. Hozirgi vaqtda mana sharoitlar zo'r bo'ldi, telefonlar chiqdi, odamlar televizor ko'rdi. Bizga oldin televizor ham yo'q edi. Boysun tog'lari odamlarning turmush tarziga qanday ta'sir qo'ygan deb o'ylaysiz? Qizim, Boysun tog'lari bizlarni asosan sabrli va matonatli qilib tarbiyalagan. Mana bizlar tog'lardan ko'pincha giyohlar olib kelib tabobatga foydalantiradi. Boysun tog'larining hayvonlaridan ko'pincha Qizil kitobga kiritilgan. Boysunda eng qadimiy urf-odatlardan muhimlari qaysi deb o'ylaysiz? Boysunda eng qadimiy mehmondo'stlik hisoblanadi. Chet ellardan odamlar mana shu tog' bo'lganligi sababli odamlar dam olishga keladi. Mana Navro'z bayramlariga ko'proq laparlar aytiladi. Mana u chilik o'yinlari, do'ppi-do'zlik ko'p tarqalgan. Insonlar chet davlatlardan ko'p keladi qizim bu yerlarga. Ha, bunga Boysun bahori festivalini ham misol qilib aytishimiz mumkin. Bu festival Boysunda har yil o'tkazilishini bilishimiz ham mumkin. Xadicha aya, yana bizga qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan ma'lumotlaringiz bormi? Men shuni aytmoqchimanki, Boysun tog'lari o'zining an'analari va tarixga boy. Boysunga hozirgacha turizm rivojlangan. Yoshlar bu an'analarni unutmagan holda davom ettirsa foydali bo'lar edi. Rahmat qimmatli ma'lumotlaringizni bizga aytganingiz uchun. Mayli qizlar Va udumlari to'g'risidagi ma'lumotlarimizni davom ettiramiz. Biz bilamizki, Boysun tog'lari O'zbekistonning janubida, Surxondaryo viloyati hududida joylashgan bo'lib, qadimdan insoniyat sivilizatsiyasi shakllangan muhim tarixiy madaniy makonlardan biri hisoblanadi. Arxeologik tadqiqotlarga ko'ra, Boysun tog'larida miloddan avvalgi 2-mingillikdan boshlab aholi yashagan. Bu hududda topilgan qadimiy qoyatosh suratlari, ibtidoiy turar joy izlari Boysunning uzoq tarixidan dalolat beradi. Miloddan avvalgi 1-mingillikda Boysun hududi Baqtriya va So'g'd madaniy hududlari bilan uzviy bog'liq bo'lgan. Buyuk Ipak yo'lining janubiy tarmoqlari orqali bu yerga savdogarlar va sayyohlar va olimlar kelib o'tgan. Aynan shu jarayon Boysunda turli madaniyatlar, urf-odatlar va an'analar uyg'unlashuviga sabab bo'lgan. 9-10 asrlarda Boysun hududi Somoniylar davlati tarkibiga kirgan. Bu davrda islomiy qadriyatlar, mahalliy urf-odatlar bilan uyg'unlashib, o'ziga xos madaniy muhit shakllangan. Mahalliy aholining og'zaki ijodi, dostonlar, afsonalar, marosim qo'shiqlari aynan shu davrda mustahkam ildiz otgan. 14-asrda Amir Temur davrida Boysun tog'lari strategik va iqtisodiy ahamiyatga ega hududlardan biri bo'lgan. Tog'li hudud bo'lishiga qaramay, bu yerda chorvachilik, hunarmandchilik va savdo rivojlangan. Aynan shu davrda mahalliy aholining jamoaviy hayot tarzi, bir-biriga yordam berish, mehmonni ulug'lash kabi an'analar yanada mustahkamlangan. 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida Boysun hududi Rossiya imperiyasi, keyinchalik Sovet davlati tarkibiga kirgan.
1920-1930 yillarda sovet siyosati natijasida ko'plab an'analar cheklangan bo'lsa-da, tog'li hudud bo'lganligi sabab Boysunda qadimiy urf-odatlarning katta qismi saqlanib qolgan. Aynan shu davrda xalq orasida lapar, terma, baxshichilik san'ati yashirin tarzda davom etgan. 20-asrning ikkinchi yarmida etnograf olimlar Jumaniyoz Jabborov, Tursunboy Alimuhammedov kabi tadqiqotchilar Boysunning madaniy hayotini ilmiy jihatdan o'rganib, uning noyobligini alohida ta'kidlaganlar. Ularning fikricha, Boysun an'analari Markaziy Osiyodagi eng qadimiy madaniy qatlamlardan birini saqlab qolgan. 2001-yilda Boysun madaniy makoni UNESCO tomonidan insoniyatning og'zaki va nomoddiy merosi durdonasi deb e'tirof etildi. Bu qaror Boysunning nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo uchun muhim madaniy hudud ekanligini tasdiqladi. Aynan shu e'tirof orqali Boysun laparlar, marosimlar, xalq o'yinlari va qadimiy udumlari bilan jahon sahnasiga chiqdi. Bugungi kunda Boysun tog'lari tirik tarixdir. Bu yerda hali ham Navro'z marosimlari qadimiy urf-odatlar asosida o'tkaziladi. Baxshilar doston aytadi, keksa avlod yoshlar uchun tarixiy xotirani og'zaki tarzda yetkazib beradi. Boysun tog'lari bizga shuni eslatadiki, tarix faqat kitoblarda emas, inson xotirasida, so'zida va an'anasida yashaydi. Xulosa qilib aytganda, Boysun tog'lari misolida tarixning tirik va harakatdagi jarayon ekanini yaqqol ko'rish mumkin. Bu hududda ming yillar davomida shakllangan urf-odatlar, marosimlar, og'zaki ijod namunalarini faqat arxeologik topilmalar yoki yozma manbalar orqali emas, balki insonlarning xotirasi, hayotiy tajribasi va kundalik amaliyoti orqali anglash mumkin. Keksa avlod vakillarining hikoyalari, baxshilar aytgan dostonlar, Navro'z va to'y marosimlarida namoyon bo'ladigan qadimiy udumlar Boysunning tarixiy xotirasini bugungi kunga olib kelayotgan muhim ko'prik vazifasini bajaradi. Boysun tog'larida shakllangan madaniyat tabiiy muhit bilan chambarchas bog'liq bo'lib, tog' sharoiti odamlarni mehnatsevarlikka, jamoaviylikka va ma'naviy qadriyatlarga sodiqlikka o'rgatgan. Turli tarixiy davrlar, qadimgi Baqtriya davri, o'rta asrlar, Amir Temur zamoni, Sovet davri va mustaqillik yillari bu hudud madaniyatida o'z izini qoldirgan bo'lsa-da, Boysun aholisi o'z an'anaviy qadriyatlarini yo'qotmagan. Aksincha, ular zamon talablari bilan uyg'unlashib, yangi shaklda yashab kelmoqda. Bugungi globallashuv sharoitida Boysun tog'lari va uning qadimiy an'analari nafaqat milliy meros, balki umumiy insoniy qadriyat sifatida ahamiyat kasb etadi. UNESCO tomonidan Boysun madaniy makonining e'tirof etilishi ham ushbu hududning noyobligini tasdiqlaydi. Shu bois og'zaki tarix orqali Boysun haqidagi xotiralarni hujjatlashtirish, ularni video va raqamli formatda saqlash yosh avlod zimmasidagi muhim vazifa hisoblanadi. Chunki tarix tirik ekan, u inson xotirasida, so'zida va an'anasida yashaydi. Boysun tog'lari esa ana shu tirik tarixning yorqin timsoli hisoblanadi.